nevroz, qo'rquv, vahima, tahlika, ichki bezovtalanish, ichki halovat yo'qligi mavzusida bugun klasterimizning 3-mavzusi bo'ladi. Birinchi mavzusida men nevroz haqida umumiy ma'lumot berdim. Ikkinchi mavzuyimizda men nevroz bolalikdan shakllanib kelayotgan xarakter, dunyoqarash muammosiligini men tushuntirib o'tib ketdim. Bugungi 3-klasterimizda nimaga nevroz hozir bizga sezilib qoldi? Nimaga hozir? Nimaga 3 yil oldin emas? Nimaga 5 yil oldin emas? Nimaga 10 yil oldin emas? Hattoki nimaga 15 yil oldin emas? Nimaga hozir bizga sezilib qoldi? Hozir biz buni bilib qoldik. Endi aytib o'tganimdek, nevroz bu bolalikdan shakllanib kelayotgan xarakter, dunyoqarash muammosi, ichki nizom muammolari. Endi hozirgi kungacha bizada muammo boshlanishi bolalikda bo'lgan va hozirgi kungacha o'sha aytib o'tganimdek yig'ilib ustiga ust qo'yilib ustiga ust sekin qo'yilib hayotimizda qaysidir qiyin vaziyatlar, qaysidir yo'qotishlar, qaysidir xafagarchiliklar, qaysidir nafratlar, qaysidir juda katta yo'qotishlar yoki juda ham stressiy vaziyatlar yig'ilib mana shu oxirgi qaysidir nuqtani aytib o'tganda eslab qolgan vaqtimizda oxiri mana shu nevroz faollashishni boshladi. Ya'ni buni oddiyroq qilib aytganda boshlanishi bolalik va hozirgi bugungacha yig'ilib hayotimizdagi bo'lgan bo'lib o'tib ketgan vaziyatlarni yig'indisi mana shu holat bo'ladi. Endi mana shu holat hozirgi vaqtda sezib qoldik, bilib qoldik. Endi bu vaziyatda qanaqa yo'l tutish kerak? Ya'ni bilib qoldik, что mana bizda nevroz bor, bezovtamiz, qanaqadir simptom bor, boshqa holat bor, buni bilib turibmiz. Endi mana bu holatni hozirgi bizda faollashtirib turgan, ya'ni ketma-ket faol xizmat qilishiga yordam berib turgan bizda nevrotikskiy ichki bosimlar, nevrotikskiy ichki xarakter bo'laklari, nevrotikskiy ichki muammolar, dunyoqarashlar, qarshiliklar yoki qaysidir o'zimizni ichki nizolar mavjud. Hozir bizda bor bu muammolar. Endi mana shu holatlarni hal qilish bilan mana bu holatdan sekin astalikda biz o'ylagan nevrozsiz hayot sari qadam qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bolalikdan hozirgi paytgacha yig'ilib kelgan xarakter muammolari va bolalikdan hozirgi paytgacha yig'ilib kelayotgan dunyoqarash muammolari, ichki nizom muammolarini qadam va qadam hal qilish bilan bu holatdan ozod bo'lsak bo'ladi.